Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz, bizni hamisha har doim uzoqdan yaqindan kuzatib borayotgan barcha qadrdonlarimiz, qadrli eldoshlarimiz sizlar bilan yana bir bora tinch xotirjam farovon jannat makon diyorimizda Alloh taoloning fayzli barakatli oqshomlarini birida tinch xotirjam elimizda mana shunday bir chiroyli tavallud ayyomida diydorlashib turganimizdan bag'oyatdan minnatdormiz. Avvalambor tabrigimizni videomizni oldida barcha eldoshlarimizni, butun musulmon xalqini ana shu Ramazon hayitlari bilan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Qolaversa, Navro'zi olam ayyomlari bilan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Alloh taolo ushbu muborak fursatlarda, ushbu muborak kunlarda tavallud ayyomlarini nishonlayotgan ushbu xonadonga ham Alloh taoloning o'z rahmatlarini, barakatlarini yog'dirib qo'ygan bo'lsin deymiz. Mana bugun Alloh taolo nasib qilib Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Tuproqqal'a mahallasiga yetib keldik. Ushbu mahallamizda istiqomat qiluvchi albatta ana shu Shokir og'amizni, qolaversa Dilnoza opamizning xonadonlariga yetib keldik. Mana bugun ana shu barchamiz uchun hurmatli bo'lgan insonlardan Dilnoza opamizni bugungi tavallud ayyomlari bilan qutlab keldik. Avvalambor ana shu opamizni safarda yurgan umr yo'ldoshlari Shokir og'amizning nomlaridan alohida takror bot chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Qolaversa ana shu Dilnoza opamizni butun farzandlarining nomidan, butun sulola vakillarining nomidan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Alloh taolo shu Shokir og'amiz bilan Dilnoza opamiz qo'sha qarib uzoq yillar davomida shu farzandlarini Alloh taolo nasib qilib nevara, chevara, evalarini ko'rib ularni rohatini ko'rib yurishni yaratganni o'zi nasib ro'zi aylagan bo'lsin deymiz albatta. Qolaversa safarda yurgan og'amiz ham sog' salomat oilasini, qolaversa farzandlarini bag'riga qaytib kelishini biz yaratgandan Alloh taolodan so'rab qolamiz. Endi Shokir og'amizning nomidan qolaversa farzandlarining nomidan chiroyli sovg'alar, guldastalar, shirinlik tortlarimiz bor. Xudo xolasa kirib birgalikda sovg'alarni topshirib ularga chiroyli lahzalarni, hayajonli lahzalarni ulashib chiqamiz xudo xolasa. Marhamat, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum onajonlarimiz, opalarimiz, qarindoshlar, yaqinlar, sizlar bilan ana shu tinch xotirjam elimizda, sog'likda, salomatlikda bir chiroyli tavallud ayyomida diydorlashib turganimizdan bag'oyatdan minnatdormiz. Avvalambor barchangizni ana shu yaqindagina nishonlangan Ramazon hayitlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa, umumxalq bayrami Navro'zi olam ayyomlari bilan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Ushbu bayramlarimizning mantiqiy davomi sifatida bugun mana bizlarni bir yaxshi ko'rgan ayapamiz, Dilnoza ayapamiz tavallud ayyomlari ekan. Shu avvalambor safarda yurgan umr yo'ldoshlari Shokir og'amiz bilan 2-3 kun bo'ldi bizlar bilan telefonlashib, maslahatlashib shu ayapanga bir quvontirlik, bugungi bir tavallud ayyomini yodda qalali qilib o'tirikda maslahatlashtiribdilar. Avvalambor shu Shokir og'amiz nomidan bugungi tavallud ayyomlari bilan Dilnoza opamiz chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Qarsaklar bilan bir qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Kayfiyatni ko'tartiramiz. Undan tashqari ana shu bugungi tavallud ayyom munosabati bilan shu Dilnoza opamizning farzandlari bor, mana butun sulola vakillari bor. Ular nomidan ham alohida tabriklab qo'yamiz-da, xudo xolasa. Endi shu yerda farzandlarining nomidan qolaversa Shokir og'amizni o'zini alohida sovg'alar bor ekan, topshirib qo'yamiz. Avvalambor chiroyli guldastalarni onajonimizga deb atalgan chiroyli guldastalarni topshiramiz. Tabriklaymiz! Tabriklaymiz! Azal yaratganda Xudo shirin so'zga jon fido ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo ayoldir u, ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan ayoldir u, ayoldir u. O'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan ayoldir u. Xudo xolasa yana sovg'alarimiz bor. Shu yerda onajonlarimiz juda ham yaxshi bilamiz. Eshitib turmanglar, keyin davom ettiramiz qolganini. Onajonlarimiz juda ham yaxshi bilamiz. Ona uchun dunyoda eng shirin narsa, eng totli narsa bilamiz bu farzand, ha? To'g'rimi? Nevara undan ham shirin bo'ladi deydi. Endi shu yerda Dilnoza opamizning shirindan shakar farzandlari nomidan chiroyli shirinlik tortlari bor. Bugungi tavallud ayyom uchun maxsus tayyorlangan shirinlik tortlarini ham topshirib qo'yamiz. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Ayol aziz muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz, ona zamin gapidir siz ham ulug'
Abdüleke Kurbanov Karseli olsun. Minte teşviş oyu var, yüreğini giydirgen, şirin hayaller gemez, hasretke doydurgen, ahır ulhak sarayam. Bağrı yanıp dursa da, farzatların güldürgen, ıssıktandır uçağı da, ay yüzünü giydirgen, ahır gubar ayol. Bağrı yanıp dursa da farzandlarin güldürgen. Endi shu yerda davom etamiz. Shakir og'amizning nomidan ana shu Dilnoza ayapamizga bir she'r o'qib beramiz. Xudo xolasa ruxsat berasizlarmi? Ki hozir ayol haqida o'qiymiz ki onalar haqida ham she'rlarimiz bor Xudo xolasa. Shakir og'amizning nomidan o'qib beramiz Xudo xolasa. O'tiringlar, menga eshitinglar. O'zing mehri dunyolarga tengligim. Baxtim, saodatim, bag'ri kengligim. O'zing shoyi, o'zing atlas yengligim. Qo'lda sozim, kuyim, ash'orim ayol. Tanamdagi ruhim, madorim ayol. Dunyo ko'ksidagi yurakmisan ayt. Sen afsona yoki ertakmisan ayt. Ko'kda farishtami, malakmisan ayt. Sen gulim, chechagim, bahorim ayol. Tanamdagi ruhim, madorim ayol. Sho'xliklari jo'shqin soyu irmog'im, shirin so'zligimu nozik barmog'im, sog'insam bilmayman qayga bormog'im, suluv yuzlik tiniq nahorim ayol, tanamdagi ruhim, madorim ayol. Sha'ninga shirin so'z, tilaklar moyil, odob iffatinga qolurmiz qoyil. Sen bo'lmasang men ham bo'lmasdim shoir, sen ilhomim, shirin xayolim ayol, tanamdagi ruhim, madorim ayol. Ushbu she'rni safarda yurgan Shakir og'amiz nomidan qabul qilib olsa, tabriklaymiz. Tavalludlar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Endi ayollar haqida she'rlar bo'ldi. Shakir og'amiz nomidan endi shu yerda Dilnoza opamizning farzandlari nomidan Sunnatulloh Xudo xolasa ona haqida bir she'r aytib beraman deb turibdilar. Qani marhamat, shu yerga o'ting. Qur'onimning farishtasi, u jannatning farishtasi, yuragimning jon rishtasi, jannat isi kelgan onam. Ko'chalarni yolg'iz kessam, goho tashvishlardan bezsam, hamlarimni darrov sezgan jannat isi kelgan onam. Keng dunyoga sig'may qolsam, yo'llarimda gar qoqilsam, tirgak bo'lib tur der bolam, jannat isi kelgan onam. Farzandlari farishtasi, otajonimiz farishtasi, yuragimning jon rishtasi, jannat isi kelgan onam. Ha, qarsaklar bilan qo'llab qo'yamiz. Endi ana shu Dilnoza opamizning farzandlari nomidan qabul qilib olsa bilan she'rlarni Xudo xolasa. Endi biza ayollarimizni, onalarimizni tabriklaymiz desak, madhilamiz desak, dilimizda, tilimizda so'zlarimiz, she'rlarimiz, tilaklarimiz juda ham ko'p. Xudo xolasa endi hamma o'tirib joylashib olsa, shu yerda ana shu onajonlarimiz bor, tabarruk muhtarama onajonlarimiz, opalarimiz, yangalarimiz, xolalarimiz, qarindoshlar, Xudo xolasa shulardan chiroyli tabriklarni qabul qilsak-da, ana undan keyin yana Xudo xolasa tabriklarimizni o'z dasturlari bo'yicha davom ettiramiz, nasib bo'lsa. Dilnoza kelimiz tug'ilgan kun ekan. Uzoq umr tilayman. Qizim bilan balama yüzden aşkı gelin alıp aktık çoğuluk görüp tebriklayman Dilnoza. Seferdagi balla sağ aman kegi Xudoyim, sağçılık boy. Hammani shunday kun bilan tebriklayman. Rahmet balam Shakirjon. Mine Dilnoz kızımızın tug'ilgan kuni ekan. Xudoyim qo'shganingizdan qo'sha qarg'aysizlar. Uzoq umr ya keng davlat bergay Xudoyim. Mine qizlaringizning, balalaringizning baxtına sağ salomat yuravergaysizlar. Mine bugungi bayramlarimiz bir Navro'zu alam vaqtında bunun ham tug'ilgan kuni ikki qo'shalaq ne bo'lib turibdi, quvonch Xudoyim uzoqna quvontirg'ay. Qizlaringiz chiqarib, ularınızı uylantirib, aqtiq çavluq yavluqlar ko'rib o'tiravergaysizlar. Qiz o'qib yurgan qizlarimiz amonsa o'qishlarini bitirib, oliy ma'lumotli bo'lib kelib ishlab, hammalaringizning yutuqlaridan quvonib o'tiravergaysizlar. Hammalaringizga shunday yaxshi kunlar qutlug' bo'lsin. Sizlarning ham shunday yaxshi kunlaringizga qatnashib o'tirmoq nasib etgan. Yana bir bor baxt tilayman balam ikkovingizga. Ne arzu maqsadlaringizni Xudoyim o'zi yetkazavergay Xudoyim.
Rahmet. Rahmat. Tabriklaymiz, davom ettiring. Tabriklaymiz. Ben Nasiba yapası. Dilnaza singlim to'lgan kuning qutlug' muborak bo'lsin. Xudoyim ko'p yashag'aysan, shu ukam bilan qo'sha qarib, uli qizlaring rohatini ko'rish nasib etgay. Aytilgan yaxshi tilaklar hammasini qo'shilaman. Shu ukama kuch-quvvat berib, Xudoyim topgan topishlar hamma yaxshi kunlarga buyurib, ekangiz qo'sha qarib eng baxtli oilalardan bo'lgaysizlar. Uzoq umr tilayman uka. O'ynab kulib bolalaring baxtini sog' yurgaysan. Dilarimga berdilar. Medlarim. Ben. Tabriklaymiz. Şu yaxshi bugun singlim Dilnazani tug'ilgan kun ekan. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Shakir bilan baxtli bo'lgaysan, farzandlaring rohatini ko'rmak nasib etgay. Uka qachon kelsak dasturxoning to'y uchun yayilsin. Dilnaza to'lgan kuning bilan tabriklayman. Qo'shqaning bilan qo'sha qari, o'stirayotgan ulug'ni qizig'ini Shakir bilan teng ko'rgaysan. Sog' yurgaysizlar, mo'xshini to'lgan kunlarni ko'pini ko'rib yuravergaysan. Hech qachon anjilmag'aysan. Eng yomon kuning shunday do'stlar davrasi, og'aylar davrasi bo'lg'ay. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin singlim. Qo'shqaning bilan qo'sha qari. Dilnaza uka tabriklayman to'lgan kuning bilan. Qo'shqaning bilan qo'sha qarib, hamisha baxtli bo'lgaysan. Bolalaring ratini ko'rib, sen ham aqtiq chovliq ko'rib o'tirish nasib etsin. Hamma vaqt dasturxoning shunday to'kin sachim bo'lib turg'ay. Aqayn tug'aning ham ozibirchiligi hamma vaqt shunday bo'laversin. Baxt tilayman yana bir bor. Uzoq umr ko'rgaysan. Ey singlim, Xudoyim umring uzoq bo'lg'ay. Yuzga kirgaysan, Xudoyim. Rahmat, tabriklaymiz. Dilnaz tabriklayman to'lgan kuning bilan. Xudoyim umring uzoq bo'lsin. Xudoyim akam bilan teng qarg'aysizlar. Bolalaring rohatini ko'rgaysan. Hamma vaqt shu dasturxon 41 yerga kelmasin. Tabriklayman Dilnazaga tug'ilgan kuningiz bilan, og'am bilan qo'sha qarib yuzlarga kirib, bolalaringiz rohatini ko'rish nasib etsin. Dilnaza tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Shakram bilan qo'sha qarib baxtli bo'ling. Qizlaringizni rohatini ko'ring, bolalarni tabriklayman. Rahmat. Qani davom etamiz. Tabriklanglar. Men doim umr kuni ko'p bo'lsin, neki niyatlari bo'lsa, niyatlarına yetsin. Dilnaza tabriklayman. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Doim bilan qizlaringizning, bolalaringizning rohatini ko'rib birgaysiz. Keyin qartaysiz. Ay qizim sen söyle. Apa tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Xudoyimiz yoshlarga kirgaysiz. Dadam bilan teng qarg'aysiz, Xudoyim. Sizlarning ukamlarning baxtini sog' yurgaysiz. Dilnaza tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Hamisha yaxshi kunlaringizda kelgaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Yana kimlar bor? Tabriklaymiz. Men qizim, tabriklanglar. Mama tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim 100 yoshlarga kirgaysiz. Bizga ko'rmagan yoshlarni ko'rgaysiz. Rahmat. Yana kim bor? Bo'ldimi? Buna. Ha, tabriklayman. Amma tug'ilgan kuningiz bilan uzoq yoshlarga kirib ketgaysiz. Yoshlar. Tabrik qizim. Qan Imon akani tabriklashaqmi? Voy, bu qani bir eshitdik. Bir eshitdik ovozing. Amma tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat, sog' bo'linglar. Tak, rahmat deymiz. Salomat bo'linglar. Hammani bildirib o'tgan yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Tabrik bildiradigan yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz bo'ldimi? Hech kim qolmadimi? Kim bor? Aka qizim, tabriklaysanmi? Amma tabriklayman tug'ilgan kunim bilan. Ha, rahmat. Tabriklaysan? Söyle. Bo'ldimi? Ha, tabriklayman. Yenge tabriklayman. Shakram bilan qo'sha qaring, apamni, dadamni, ukalarim nomidan ham, mazam nomidan ham tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lg'ay, Xudoyim.
Akram. Ama tabriklayman. Allohimiz yoshlarga kiring gapim bilan qo'sha qarim. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Hamma bo'ldimi, Xudo xolasa? Sog' bo'linglar. Bir qazaklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Juda hammani bildirib o'tgan yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Bugungi tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Yana bir marta Xudodan so'rab qolamiz. Safarda yurgan Shaqirag'amiz ham sog' salomat bo'lib shu oilasini, farzandlarini bag'rina yetib kelsinlar Xudoyim. Ana shu bugungi tavalludlarni, bugungi tabriklarni tashkil qilgan tashkilotchi ana shu avvalambor Shaqirag'amizdan keyin shu Dilnoza opamizni barcha farzandlarini alohida o'z tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Endi shu yerda onajonlarimizni alohida o'zlarimizdan bir she'r aytib bersak degan nasib bo'lsa. Boshim qo'yay bugun hoku poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhogina jonim. Boringizga shukr ona, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok iymonim, yorug' yuzim, himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Bu dunyodan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan, ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan, aylanay men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona, boringizga. Ilohim xonadonimizni fayzi farishtasi, barokatimiz, davlatimiz, otalarimiz, onalarimiz hamisha baxtimizda sog' salomat bo'lsinlar. Bugungi tavallud ayyomlar hammangizga yana bir bora muborak bo'lsin inshaalloh. Ana shu muhtarama onajonlarimiz bor, duolari ijobat bo'ladigan onajonlarimiz bor. Shulardan bir chiroyli duolarni so'rab qolamiz. Chunki onajonlarimizni, otalarimizni chin dildan rozi bo'lib qilgan duosi, ya'ni farzandlarni qilgan duosi Alloh taolo dargohida ijobat bo'lmasdan qolmaydi ekan. Dilnoza bilan Shakira uzoq umr tilayman. Xudoyim 100dan oshqi, ikkisidan qarg'i qizini chiqarib, o'g'lini uylantirib, aqtiq cho'g'liq ko'rib o'tirg'i biza bilan. Tabriklayman yana bir bor. Safarday bolalarim oy borib omon kelg'i, sog' bo'lg'i, elimiz tinch bo'lg'i. Tabriklayman hamman. Amin. Aytın hacına amin. Kızım yine bir var tabriklayman. Xudoyim qo'shganing bilan qo'sha qarg'aysan. Xudoyim uzoq umr keng davlat bergay. Qizlaringizning, bolalaringizning baxtına sog' salomat yuravergaysizlar. Qizlaringizdan bir o'qib, oliy ma'lumotli bo'lib, o'qimishli bo'lib, qizlaringizni uzatib, bolalaringizni uylantirib, aqtiq cho'g'liq, yovliqlar ko'rib o'tirmoq nasib etgay. Xudoyim shu Shakir bolamning ishlari yaxshi bo'lib, quvonib ishlab yuravergay Xudoyim. Bunday shunday tug'ilgan kunlardan birinchasini kutib olib, qo'sha qarib yuravergaysizlar Xudoyim. Hammalaringiz ham shunday yaxshi kunlarda o'tirmoq nasib etgay Xudoyim. Rahmat onajonlarimiz, sog' salomat bo'linglar, duolaringiz ijobat bo'lsin deymiz Xudoyim. Endi shu yerda yuqori kayfiyatda tavallud ayyomini davom ettiramiz. O'yin kulgilar shu yerda bo'laveradimi yo ayvonda bo'ladimi? Ayvonda qilamizmi? Bundan zo'yba so'ylaysizmi siz?
Gül alacak, saç salacak, düğünler varacak. Şu gideriz, kalbimizden külümü alacak. Ben sana yok 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 demem, aşkla biraz göremen oylar, göremen oylar. Ben sana yok 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 demem, aşkla biraz göremen oylar, göremen oylar. Kul tapacak, maşin alacak, keyif çay salacak. Şu gideriz, kalbimizden külümü alacak. Kul tapacak, maşin alacak, keyif çay salacak. Şu gideriz, kalbimizden külümü alacak. Ben sana yok 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 demem, aşk
sever yarsa. Vay 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 Alagöz. Hey hey Alagöz vay 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 Alagöz vay hey Alagöz vay vay. Oynan
otanda Sağılmışsın ürdündüm Şalgız gözümün önünde Yertekte şalgan bu da verir Şair bilgenin jaza verir Aşklar birge bulmay Yürekte dertki sala verir Sala verir, sala verir Yertekte şalgan bu da verir Şair bilgenin jaza verir Aşklar birge bulmay Yürekte dertki sala verir Sala verir, sala verir Dünya tenizli bulsa, mağan bir hayık gerek Solu meyrimsiz bulsa, oğlan dünya bul gerek Dünya tenizli bulsa, mağan bir hayık gerek Solu meyrimsiz bulsa, oğlan dünya bul gerek Yertekli şalgan bula verir, şair bilgenin jaza verir Aşklar birge bulmay, sürekli dertki sala verir Sala verir, sala verir Yertekte şalgan bula verir, şair bilgenin jaza verir Aşklar birge bulmay, sürekli dertki sala verir Sala verir, sala verir Yertekte şalgan bula verir, şair bilgenin jaza verir Aşklar birge bulmay, sürekli dertki sala verir Sala verir, sala verir Yertekte şalgan bula verir, şair bilgenin jaza verir Aşklar birge bulmay, sürekli dertki sala verir Sala verir, sala verir Devletim atam var, ah benim mehriban anam var Yanımda yürenler, beni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Devletim otam var, ah mening mehribon onam bor. Yanımda yürenler, beni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim Dunyodagi mening yaqin insonlarim eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim Onalar o'ynasin, dilberi qo'llariga yayrasin Yonimga kelinglar, duolar beringlar O'ynasin, yaxshi kunda o'ynasin Onalar o'ynasin, dilberi qo'llariga yayrasin Yonimga kelinglar, duolar beringlar O'ynasin, yaxshi kunda o'ynasin Dunyodagi mening yaqin insonlarim eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim
siler yansın Ala yüz Hay kara yüz Ala yüz Hay kara yüz boy boy Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Minha mulher só prestava duas coisas e eu vou parar agora. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Tu me deu em casa, vendo Netflix. E eu sou desse, curtindo meu canal. Sabe o que eu estou perdendo?
que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou parar agora. Encher o saco, encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Eu em casa, vendo Netflix e os solteiros sabe o que eles estão perdendo? Nada, sabe o que eles estão perdendo? Nada, o que eles estão perdendo? Nada. Casei, fiquei feio, engordei, só gastei. Casei, fiquei feio, engordei, só نفسي اشوفك لما عليك وعليا شويه تمثيل اصل انا مجنون في حبك ودماغي
Ağaylar. Bunlar öyle gider. Şamaz payda neçe aylı olur. Mana shu sağlık salomatlik bo'lsin, el yurtimiz omon bo'lsin. Mana shu Navruzlarimiz, mana shu Navruzda olam hadama kelib qoldi. Mahshon, O'ktanboy, Baxtiyor, Nematjon, kim edi? Jamshid Bek, bu o'zini O'tkarman, bu Xursandbek, raqrabi Ro'y Ramazonni sağlık salomatlik bilan yetirdik. Va uzatdik mana sağlık salomatlik bo'lsin. El yurtimizda tinchlik, obodonchilik. Her bir kadamda şunun sumalaklar kanat uru vakti bakar. Ağırla hızlı yattı başka emmesi var. Hem de kıvanç. Ben şu bu gelinimizin, kızımızın şu dinazana tulanına gel. Çok daim şu kızımız oğlumuz Şakircan bilen Kudayım şu koşa karşılar, baklı olsunlar. Yurtumuz aman olsun. Kudayım şulamız seferde yürgen minlep üzerimizi şu ballarımız, kızlarımız sağ salamet Kudayım yurtlarına özü kesilmesin. Buna cihanda buluvatkan bir başka bir kuruşlar, başka şuna Kudayım'ı tezlere bir şu inkar tabu toktasın Kudayım. Şu başımız toydan çıkmasın. Şu kızımıza uzak ömür, sağlık, selametçilik. Allah bana şu hademe şu bana şu bir ballarına sünnet oyunu verip yani kime de kulidan adı Babur Yöktün Kudayım sünnet oyunları ve Xursandbek. Lan şuradan tüktürosla degen niyettemiz, el yurtumuz buna sağlık, selamet, sanatkarlar, medeniyet kavimler, kiyolsular. Sizlerge yine kete rahmet. Radyo, televizyona başka bana kadar ben halli bana şu hususi olsun, başka olsun, kızmaklı olsun. Sizlerge sağlık, selametçilik. Her birinizi karardanızda şu sizlerden şunu kararlarını bize nasip etsin. Oturuş nasip etsin. Hemmesi şadan, kulgü, aktık, çavluk, yavluk, koluk var ya bulayım sağlık, selamet otursun. Baklı olsun, şu Dilnaza bilen Şakir'le tapkalları, tutkalları bulayım şu. Hemen yaş günlerini toylanabiliyorsun. Bana şu seferde yürüyen, haricde yürüyen ballarımız aybar aman kele olsunlar. Dünyada olursa toktasın, başka gepte ilacımız yok. Kudadan şunu takıl abi. İki kadar şiir Rahmat sağ olun. Sağlık, selametlik olsun. Yaş niyetler, hemmemizde yaş niyet bu bir de adam yok. Hemmemiz niyetimiz yaş niyet. Şu koca karısılar. Amin. Şakirlerimizler. Amin. Balları kızını bir çekiyor. Amin. Aytkanımızda ballar aman çok kesin emmesi. Amin. Kovanik olsun öyle. Fransızca Paris bu, paşam. Aytandı mı? Aytandı. Fabrikatım. Kaçaki kesek şu kanalda yaşam bekledik. Ya kardeş hep beraber vallahi aman sokayım. Amin. Şuralarda, toylarda oturuş nasip ediyorlar. Hazır dostlara kuşlarımız Kudayım yekeşti. Baklı oluruz. Ne diyeyim başka? Soğuk. Rahmet. Amin. Haberimiz. Radyoda yaşlar hepimizde her mesele evet olsun. Kızımız Şakir'den koşaklar. Amin. Yapmaktan yaşlılara büyüsün. Aktık, çoğuluk, yatlık, yoluk kurganı mecde ağay, tuğat, yoran, tebrik, illet, kılavuzun. Xursandbek amay, ay sen amay, ağay sen. Yaxshi shu hammani bildirib o'tgan yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin, sog' salomat bo'lin, shu tinchlikda, xotirjamlikda shuni yaxshi kunlarda vidolashish yuraverik shu. Ayapamiz ham bugungi tavalludlar bilan tabriklaymiz. Hozir shu yerda aytib o'tgan Shakir og'amiz bilan qo'shni qarib shu bog'larni rohatini ko'rib yashasizlar, sizlarga xizmatlari buyursin shu. Safarda yurgan yaqinlarimiz, jigarlarimiz ham sog' salomat oilasini bag'rina qaytib kelsinlar. Hamisha bir-birimizni izlasak, eslasak yaxshi kunda shu tavalludda, bayramda bizning tabriklaymiz, sog' salomat bo'lsinlar. Abdulloh taxtim, g'ururim shidda shaxtim, mening eng katta baxtim. Dedam bor, yashashmasa bilinmaydi tashvishlar, oson bitadi ishlar, yarashar maqtanishlar. Dedam bor, yashashmasa yomonlar otolmas o'q, biroq qilmas menga do'q, xavotir yo'q, ko'ngil to'q. Dedam bor, yashashmasa omadim kulaverar, dil baxtga to'laverar, bari zo'r bo'laverar. Dedam bor, yashashmasa Selamet ol. Ömrün uzak olsun. Xursandbekka qo'y. Haklısın Xursandbek.
Ömrün uzak olsun balam. Emir Temir izdaşları bulgun balam. Başta sizler Yalan demen gibi yordum. Başta sizler Sağlık selamet. Baktığımız için ballar aman ödedi. Koşkanında koşa karşın bizler kılın. Ballar aklılar aman olsun. İsmail aka aytın. Teşekkür olsun, hatırcamlık olsun maşallah. Bugün gelinimizin, kızımızın tavalli topkan günlerinde oturmuş bular. Ömürleri uzak olsun, Şakir bilen koşa karıp, şu Babur Begim'den tez ara günlerde şu sünnet toyları degen nesile bulup attı. Kudaya kalasın, şu toylarda tuturup hizmet kılaslar degen niyettemiz, minutimiz aman olsun. Şu Navruzlarınız kayta numara olursun. Roy Ramazan'ımına sağlık, selametçilik getirdik. Hemmenize sağlık, selametçilik, yurtumuz aman olsun. İlimiz bilen, yurtumuz bilen, Özbekistan'da tinçlik. Başka yerde dünyada kalavan, uruş, başka bile tuttu. Allah şunu korunar görmez, afet külfetlerini uzaklasın. Lan şu karıştırılan bularım sağ salam olur. Tapkalları, tutkalları, dosturkalları, hemen şey yaş gün toylar. Başımız toydan çıkmasın. Şu mesela sanatkarlar, medeni hizmet neyesilerse, bunlar sizlerin ahmet işlerinizde, icadi işleriniz ahmet, sağlık, selametçilik. Ama şu Navruz bilen yeryüzünde Müslüman halkına salam yollayman, tinçlik hatırcamlık dilemen, kelinime, balama, kızım, ağa, elime, sadiyine, yurtuma, rayonuma, Özbekistan halkına Navruz bilen tebrik edeyim. Başımız toydan çıkmasın. Allah'a ekber. Yaxshi, alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo shu bugungi tavalluddan muborak bo'lsin. Qolaversa shu Navruz ayyomlari muborak bo'lsin, Ramazon hayitlari muborak bo'lsin. Shu musulmonchilik bo'yicha bugun yangi yilning 1-kunida, ana shu 1-kunda nishonlanib turgan tavallud ayyomlari yana muborak bo'lsin. Shu elimiz tinch bo'lsin, xotirjam bo'lsin, tinch xotirjam mehnat fayz bo'ladi, barakat bo'ladi. Shu fayzli barakatli elimizda hamisha yaxshi kun, sog'lik salomatlik bo'lsin. Amin, amin, amin. Bizden razımızdan Selamat olun. Ben tuğlan günüm benim için, tanışıklığım için, silat bekelerimiz için hem ve gayet tuğanlarıma rahmet. Ben tuğup oyaga yitirgen mamam bilen dedeme rahmet. Yaman bolsam yamanlığıma, yaxşı bolsam yaxşılığıma çıdağan apam bilen dedeme de rahmet. Bütün ağaya tuğanlarım hem ve konuşağlarım sağ salamet olsun. Şu günge yetken ferzentlerim hem oynap kulüp eldimde sağ salamet olsunlar. Şahil katta rahmet. Etmegen soğan bol, katta rahmet. Şahil seni sevmen. Arını mahkem tutgan ayoldir u. O'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan ayoldir u. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Ona zamin gapidir siz ham ulug', siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra